Get ready with me. Hech qayerga chiqmasam ham qani ketdik. Bunaqa video menda birinchi marta bo'lyapti. Yaxshi baho berasizlar degan umiddaman. Har safar makiyaj qilishdan oldin yuzimni yaxshilab yuvib, keyin C vitamini surtaman va undan keyin quyoshga qarshi krem, ya'ni SPF. Qishin yozin farqi yo'q, har safar SPF surtishga harakat qilaman. Bugun hech qayerga chiqmaganligim uchun faqatgina concealer surtamiz. Sponj bilan yaxshilab yedirib chiqamiz. Tip. Ishonasizlar, mana shu qosh uchun tiyinni 10 yildan beri ishlatyapman menimcha. Qosh yo'q joylarini rang berish uchun to'ldirib chiqamiz. Ozgina yuzimga pudra qilib oldim, chunki men kontur, rumiyanni, highlighter hammasini pudraviy anaqasini konsistentsiyasini ishlataman. Kontur va highlighter Vivienne Sabo. Konturimni ham, rumiyanimni ham bir joyda surtishni yaxshi ko'raman. Bugun ko'zimga teng surtmayman, shuning uchun qovoqlarimga ham rumiyanani surtdim. Highlighterim esa Wet n Wild. Highlighterni ham yanoqlarimga, burnimga va qovoqlarimga surtdim. Makiyaj qilayotgan paytda eng yaxshi ko'rgan mahsuloting nima deb so'rasa, albatta rumiyan va highlighter desam kerak. Keyin qoshlarimni fiksatsiya qilib oldim. Turkiyadagilar bu fiksator likid, narxi juda ham arzon, gratisda sotadi. Keyin kipriklarimni qayirtirib oldim. Shunaqa deydimi o'zi? Men uchun eng zo'r tush Vivienne Sabo kabaret tushi. Faqatgina bir sloy surtdim bugun. Keyin ozgina pastki kipriklarimga ham surtdim. California degan qalam kelardi ishxonamizga. O'shani sotib olgandim. Hali ham ishlataman. Juda ham zo'r qalam. Tugab qolyapti lekin. Keyin qaynona oyijonim sovg'a qilganlari pomadani surtdim. Juda ham zo'r pomada. Hidi zo'r, karamel va shokoladning hidi keladi. Shunaqa oddiygina makiyaj bo'ldi. Endi sochga o'tamiz. Sochim tarayotgan paytda fiksator esimga tushib ketdi. 2 soatdan keyin ham yuvib tashlaydigan makiyaj bo'lsa ham fiksator sepib oldim. Sochimga albatta fen qilishdan oldin termazajda sepaman. Sochimni podrobni ko'rsatganim yo'q, qanday taxlaganimni oddiygina quritib oldim taroqli nasatkalar bilan. 1 2 3 ko'ring. Hech qayerga chiqmasam ham uyda mana shunaqa chiroyli bo'lib o'tirishni juda ham yaxshi ko'raman. Sochimni taxlagandan keyin albatta yog' surtishni yaxshi ko'raman. Sochni elektrlanishini, paqayib ketishini oldini oladi. Bunaqa formatdagi video sizlarga yoqdi degan umiddaman. Albatta agar yoqqan bo'lsa, like bosib ketishni unutmang. Ko'rishamiz.